بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kunimiz hijriy sananing Safar oyining 11-kunlari, ya'ni hijriy sananing 1414-yil Safar oyining 11-kuni Juma kunidir. Juma kunidagi darsimizni inshaalloh davom ettiramiz. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni haq risolat bilan payg'ambar qilib jo'natdi. Bu risolatning haqligini mu'minlar haq deb bilishligida shak shubha yo'q edi. Shuning bilan birga islomning ashaddiy dushmanlari ham bu yo'lning haq ekanligida shak shubha qilishmasdi. Ular bu risolatning zimnida o'zlarining soxta obro'lari va o'zlarining soxta martabalari va o'zlarining soxta yo'llari bilan butun xalqlarning iqtisodiy ishlarini boshqarishda davom etayotgan yo'llariga xatarni his qilishardilar. Shuning uchun ham ular bu risolatni tasdiqlashgan emas edi. Haqiqatda ham bir kishi bir yo'lga chaqirib bir yo'lga siz xalqlarni da'vat qilib chaqirayotgan bo'lsangiz, biror bir fikringizga chaqirayotgan bo'lsangiz, u ro'baro'yingizda turgan kishilar bu yo'lning haqligini bilsa-yu, sizga ozor berib, sizga tuhmat bersa, bu nihoyatda og'ir bo'ladi. Lekin biror bir fikrni bayon qilayotgan bo'lsangiz, buni haqligini bilmasdan dushmanlik qilayotgan bo'lsa, siz bu haqligini bilmayapti-da deb unga bildirishlikka haris bo'lasizda, o'zingizdagi g'amginlik ko'tariladi. Ammo ro'baro'yingizda turgan kishi sizni haqligingizni bilib turib, sizga qattiq bir dashnomlar berib, ozor berib, buni yo'qotish kerak, bu bir fasod deb sizni haqingizni shunday bilib turgan odamdan kelayotgan narsa juda ham bir qattiq ozor bo'ladi. Inson bundan ko'p g'amgin bo'ladi. Hatto payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu haq risolatni yetkazganlarida ko'p kishilar tarafidan tortgan ozorlariga, ozor u jasadlariga bergan ozor emas, birodarlar. Insonning jasadi ruhi azoblangancha azoblanmaydi. Azob degan tushuncha faqat moddiy falsafa hukm surganligi uchun jasaddagi azob deb tushunib qoldik, birodarlar. Lekin ruhiy azob bu og'ir azobdir. Sizni bilgan, tanigan odam tarafidan bo'layotgan g'amginlik, ozor, tuhmatlar bu insonni qalbini ezadi, g'amgin qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham g'amgin bo'lardilar. Alloh subhanahu va taolo bu kishini g'amgin bo'lganligini bilardi, bilib turardi va goho tasalli berardiki, inson ba'zi soatlarda haq ahllarining tortgan ozorini eshitib, hatto na'uzubillah iymonlarida Alloh bilib turibdimikin, bilib turgan bo'lsa, nahotki o'zini do'stlarini shunchalik holatga solib qo'yamikin, shunday botil odamlarning ro'barosida degan insonning bir shak martabasiga chiqib qoladigan darajadagi qiyin bir azobi bo'ladi. Bu vaqtda bilib turishlikni
biror bir hurmatli kishi tarafidan men bilib turibman sizni ahvolingizni degan so'z unga haqiqatda tasalli bo'ladi. Alloh Rabbul Alamin agar bilib turibmiz desa, albatta tasalli bo'ladi. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukazzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati Allahi yajhadun. Biz bilib turibmiz, bu odamlarning aytayotgan so'zlari sizni g'amgin qilib turganligini bilib turibmiz, bunda shak shubha yo'q. Biz albatta bilib turibmiz, sizni g'amga solyapti odamlarning aytayotgan so'zlari. Fa innahum la yukazzibunaka, ular sizni haqqingizdagi tuhmatlarni qilayotganliklari sizni ahvolingizni bilmaganligi emas, sizning haq ekanligingizni bilmaganligi emas. Fa innahum la yukazzibunaka, sizni yolg'onchi deyishmaydi haqiqatda qalblarda. Walakinna az-zolimina bi ayati Allahi yajhadun. Lekin zolimlar Allohning oyatlarini, borliqdagi oyatlarini va jo'natgan Qur'ondagi oyatlarini inkor qilishadi. Jahd bilib turib inkor qilishlikdir. Jahd arab tilida bir narsani bilib turib inkor qilib unamay turishligini aytadi. Zolimlar ya'ni mushriklar Allohning oyatlarini bilib turib inkor qilishadi. Biz sizni ularning aytayotgan so'zlari g'amga solib turganligini bilib turibmiz deydi Alloh taolo. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan ozorlarida hamdard bo'lib turgan Alloh Robbil Alaminning tasallisi yetardi. Shuning uchun butun dunyo qarshi bo'lgan soatda bitta Xadija Kubro onamiz shu kishidan boshqa raziyallohu anha, shu kishidan boshqa islomni qabul qilmagan olamda ham tang bo'lmasdan shunday oyatlar bilan yashardilar. Qur'on oyatlari kishilar Alloh yo'lida kurashmagunlarcha ma'lum bo'lmaydi. U Qur'onni bilishlik, Qur'on kalimatlarini bilib ma'no aytish emas, birodarlar. Inson o'zi islomiy hayotda, islom da'vati yo'lida kurashib turgan soatda Qur'on o'zining haqiqiy jamolini ko'rsatadi. Ana unda ham bunga o'xshagan oyatlar da'vat yo'lida ozor tortayotgan kishilarga bir tasalli bo'ladi. Bu haqda biz o'tgan darslarimizda ko'p voqealarni aytib o'tganmiz. Shulardan ba'zisini bir keltirib qo'yamiz. Ko'p aytib o'tilganligiga kifoyalanib. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan risolatni haqligini bilganlikka ko'p hujjatlar bor. Ko'p hujjatlardan bittasi mana Axnas ibn Shurayq Bani Zuhra qabilasiga xitob qilib aytdiki: "Ya Bani Zuhrata inna Muhammadan ibn ukhtikum." Ey Banu Zuhra, ma'nosini aytishlik bilan kifoyalanamiz. Muhammad sizlarni o'zingizlarni jiyaninglar bo'lsa, sizlarning jiyan, sizlarning qabilalarga jiyan bo'lsa, sizlar bu jiyanni mudofaa qilgan kishilarning eng haqlilari bo'lmoqliginglar kerak edi. Sizlar butun Qurayshning ozoriga tashlab qo'ydinglar bu kishini. Agar payg'ambar bo'lsa, bugun jang qilmasliginglar kerak. Agar yolg'ondan payg'ambarligini da'vo qilayotgan bo'lsa ham jiyanni bir himoya qilishliginglar kerak edi, deb aytdi. Sizlar to'xtab turinglar, men Abul Hakamni oldiga borib kelgunimcha dedi. Abu Jahl hamma odamlarning masalalarda hukm qilib berib yurgan odam bo'lganligi uchun uni Abul Hakam deb laqablashardi. Bu Abu Jahlga ro'baro bo'ldida Abu Jahl bilan xoli gaplashdi. "Ey Abul Hakam" dedi. "Muhammadni menga aytchi, rostgo'ymi yo yolg'onchimi?" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning eng ashaddiy dushmaniga savol qilyapti.
Bu yerda rostini aytgin, mendan boshqa Quraysh qabilasidan boshqa hech kim yo'q dedi. Sendan boshqa odam men va sendan boshqa odam gapingni eshitmaymiz dedi. Hozir rost ayt, rostgo'ymi yoki yolg'onchimi dedi. Abu Jahl aytdiki: "Vayhaka, vallahi inna Muhammadan la sadiqun va ma kadaba Muhammadun qattu. Walakin idza dhahaba banu Qusay bil liwa'i was siqayati wal hijabati wan nubuwah, famadha yakunu li sa'iri Quraysh?" Voy haq dedilar. Holingga voy bo'lsin, Muhammadni men sodiqligida shak shubha qilamanmi dedi. U rostgo'y dedi. Shubha yo'q bunga, Allohga qasam ichib aytaman dedi. Muhammad sodiq. Sodiq bo'lib ham hayotida bir marta yolg'on gapirgan shaxs emas dedi. Lekin agar biz buni sodiq deb xalq o'rtasida shunday qo'yib qo'ysak, Banu Qusay qabilasi, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ajdodlaridan bo'lgan ajdodlarning nomlarini bittasini Qusay deydi. Qusay avlodi bu bayroqni ham olib ketadi, obi Zamzam bilan sug'orishlikni ham shular olib ketgan bo'ladi. Baytullohni hijob, ya'ni yopqichini ham shularning ixtiyorida bo'lib qoladi. Endi nubuvvat, payg'ambarlik ham bularga o'tib ketib qoladi. Shuning uchun qarshi turibmiz dedi. Qurayshni qolganiga nima qoladi bu agar bular Qusay avlodi olib ketsa dedi. Meni sen Muhammadda haqligida shak qiladi deb o'ylayapsanmi? Qurib ketgur dedilar ya'ni. Abu Jahl shunday dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yer kurrasidagi ashaddiy dushmani ham yolg'onchi deya olmadi. Alloh subhanahu va taoloning mana bu oyati fa innahum la yukadzibunaka. Siz g'amgin bo'lmang. Sizni yolg'onchi deyishmaydi ular. Bunda shak shubha yo'q. Lekin zolimlar bilib turib haqni, Allohning oyatlarini inkor qiladi. Allohning oyatlari Qur'on ularning soxta obro'lariga bir vayron qiladigan yo'lidir. Qur'oni Karim manhaji haqni barpo qiladigan yo'lidir. Haq barpo bo'lishligini bilgan zolimlar qiyomatgacha Allohning oyatlarini inkor qiladi. Hozirda ham Qur'onning haq ekanligini, Qur'onni bilgan ziyoli tabaqalar ham inkor qilmaydi birodarlar. Allohning oyatlarini haq deydi, Qur'oni Karimni haq deydi. Lekin hayot manhaji bo'lganda ularning soxta obro'lari ketishligini bilib Qur'onning oyatlarini inkor qiladi. Bilib turib inkor qiladi. Shuning uchun mu'min kishilarning ularni Allohning oyatlarini bilib turib inkor qilishliklari g'amga solmasdan o'zlarining da'vatlarida davom etmoqlari kerak. Ba'zi bir holatlarda biror bir kishi bilan munozara qilib qolsangiz, uni haqligini biladi-yu, lekin shu yerdagi obro'si ketib qolishligini bilib unamay turadi. Ba'zida mutoyaba hazil yo'li bilan aytib qo'yiladiki, ichingizda haqligimni bilsangiz shu kifoya qiladi, mayli deb qo'yiladi. Shunga o'xshagan Qur'oni Karimni bu Qur'on dushmanlari hammasi haq ekanligini biladi. Ular bilib turib bu oyatlarni inkor qiladi. Bu haqda juda ko'p misollarni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrida bo'lgan misollarni keltirishligimiz mumkin. O'tgan darslarga biz kifoyalanamiz. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. Inson bir yo'lda davom etayotgan vaqtida, shu haq yo'lda ketayotgan vaqtida, ko'p ozorlar tortgan vaqtida o'zi bilan shu haq karvonida tarixda davom etgan kishilarning ozor topganligi, ularni ham yolg'onchi deyilganligini bilib o'qishlikdan ko'ra, shuni aniq bilishlikdan ko'ra unga tasalli yo'qdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haq risolat karvonining oxirgi payg'ambarlari edi.
bashariyat tarixida o'tgan hamma payg'ambarlar haqni olib kelishgan edi. Ular ummatlar tarafidan ko'p ozorlarga duchor bo'lgan edi. Yolg'onchi deyishgan edi. Biror hayotlarida yolg'on so'zlamagan, Alloh subhanahu va taoloning o'zini irodasi bilan go'daylikdan, yolg'on gapirishlikdan saqlagan zotlarni yolg'onchi deyishgan edi. Yolg'onchi deyishlik uchun yolg'on gapirilishligi kerak edi. Umrlarda mutlaqo yolg'on gapirilmagan kishilarni yolg'onchi deyildi. Alloh subhanahu va taolo o'tgan payg'ambarlarni yolg'onchi deb aytilinganligini sizdan ilgarigi rusul, Allohning payg'ambarlari ham yolg'onchi deyilingan. Ular sabr qilishgan, shunday haqni olib kelganliklariga binoan yolg'onchi deyilinishliklariga sabr qilishgan. Hatto bizning g'alabamiz kelguncha ko'p ozorlar chekishgan, mana bunga sabr qilishgan. Bu narsani bilishlik Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tasalli bo'lardi. Wala mubaddila li kalimatillah. Allohning kalimatlarini o'zgartirishlik yo'q. O'zgartiruvchi yo'q. Allohning sunnatini hech kim o'zgartira olmaydi. Alloh subhanahu va taolo nusrati haq ahli haqlarga, lekin uning qachon bo'lishligi Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos ilmdir. Bu bandalarning shoshilishligi bilan u g'alaba kelmaydi. Shuning uchun Allohning kalimatlari, Allohning sunnatlarini o'zgartiruvchi yo'q. Va laqad ja'aka min naba'il mursalin, sizga o'tgan payg'ambarlarning xabarlaridan keldi. Ularning qachon g'alaba, Allohning g'alabasi kelganligi xabari ham sizga keldi. Bu narsa Allohning sunnatini hech qachon o'zgartira olmaydi. Bandalarning shoshilishliklari va tezroq bir haqni barpo bo'lishlikka bo'lgan intilishliklari. Haqiqatda insonlarga shu ertaman turishsalaru haq barpo bo'lib qolsa, dushmanlar ezilsa, shu narsa insonlarning shoshqaloqliklari shu. Alloh subhanahu va taoloning g'alabasi haq, lekin o'zining sunnatiga asosan, o'zini yo'liga asosan keladi. Buni hech kim o'zgartira olmaydi. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. إنسان حقيقة أهل حقنين أهل باطل oldida ko'rinishda mag'lub bo'layotganligini ko'rib chidolmaydi. Hatto ahli haqlarning ba'zilari bunga chidolmasdan bu haq yo'lni qo'yib ketadi. Chunki botil ahli go'yoki katta bir do'mbira bu desak, haq ahlining tovushi mayin bir asbob desak, mayin asbobni berayotgan bo'lsa, haqiqatda ham katta bir do'mbiraning tovushi mayin ovozga g'alaba qiladi. Lekin u ichi bo'm-bo'sh do'mbira u. Hech narsa yo'q unda. Ahli botilning go'yoki tovushining baland bo'lib shunday bo'lishligi ichi bo'm-bo'sh bir do'mbiraga o'xshaydi. Lekin inson bunga chidolmaydiki, bunday botil ahillarning haq ahillarga g'alaba qilayotganligiga chidolmaydi. Hatto shu haq ahlidan ham har qancha mustahkam bo'lsa, qalbi ba'zi vaqtlarda tang bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohning ulug' payg'ambari bo'lishlari bilan birga inson edilar. U kishi ham tang bo'lardilar. Hatto Allohning rasuliga Alloh taolo da'vat yo'lining og'ir ekanligini bayon qilib, bu da'vatda inson har qanday ozorlarda ham davom etib ketishligini, biror bir mo'jiza tezda sodir bo'lib, bir shularning halok bo'lib ketishligini hamma xohlaydi, birodarlar. Shunga o'xshagan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ham qalbi muboraklari ba'zi vaqtda tang bo'lib qolardi. Shu vaqtda inson ba'zida bunday hayotdan yerga kirib ketsammikin yo osmonga chiqib ketsammikin degan bir xayol paydo bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda agar sizga ularning i'rozlari, bosh tortishlari agar og'ir kelgan bo'lsa, qodir bo'lsangiz yerdan bir chuqur kavlab, nafaq
ya'ni chuqur bir kavlab shuni ichiga kirib ketishlikka qodir bo'lsangiz, yoyinki osmonga bir narvon qurib chiqib ketishlikka qodir bo'lib, biror bir mo'jiza olib kelishlikka qodir bo'lsangiz, deb kalimani uzib qo'yapti Alloh taolo. Ya'ni inson shunaqa vaqtda botil ahlining g'alaba qilib ketayotganligini zohirda ko'rganda, haq ahlini shunday turganligini ko'rsa, haq ahli yolg'iz qolgan vaqtda bir hozir mo'jiza bo'lsa-yu, hammalariga ko'rsatsam shu mo'jizani-yu iymonga kirishib qolsalar degan xayoldan o'tadi. Ana shu vaqtda Alloh subhanahu va taolo mo'jizani olib kelishlikka qodir. Lekin bu mo'jizaning sharti kelishlik bilan qabul qilmasa, yer bilan yakson bo'lib halok bo'lishlari edi. Alloh subhanahu va taoloning rahmati ularning halok bo'lib ketib qolishligini xohlamasdi. Ularning ba'zilarini musulmon bo'lishliklari yoki ularning avlodlaridan butun dinga xizmat qiladigan zotlarning vujudga kelishligini iroda qilgan bo'ladi. Mana biz islom tarixiga nazar tashlaylik. Umar ibn al-Xattob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga eng qarshi bo'lgan kishilardan bo'lib turib, kelajakda islomning eng ko'rsatuvchi islom xalifasiga aylanmadilarmi? Abu Jahl yer kurrasida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga eng qarshi bo'lgan Abu Jahlning o'g'li Ikrimat ibn Abi Jahl islomning harbiy qo'mondonlaridan bo'lmadimi? Inson Allohning irodasini tushuna olmaydi. Shuning uchun o'zining bandaligini qilishmoqligi kerak. Agar shunaqa vaqtda ularning odamlarning bosh tortib, siz haqdan bosh tortishlari sizga katta ko'rinsa, og'ir bo'lsa, yerdan bir nafaq kavlab ketib qolishlikka qodir bo'lsangiz, shu yerga kirib, yoyinki osmonga bir narvon qo'yib turib, osmonga chiqib ketib biror mo'jiza olib kelishlikka qodir bo'lsangiz, olib keling go'yoki. Ana bu jazoni ham hazb qilib qo'yilyapti. Inson agar shuni qilmoqchi bo'lsangiz degan gap o'zi yetadi insonga. Alloh subhanahu va taoloning sunnati asosida hidoyat bo'ladi. Hidoyat kishilarning xohishi asosida bo'lmaydi. Walau sha'allohu lajama'ahum 'alal huda. Alloh xohlaganda hammalarni hidoyat ustida jamlagan bo'lardi. Alloh xohlasa hammani hidoyatli qilib qo'ygan bo'lardi. Alloh xohlasa hamma insonlarni xuddi bosmaxonadan bosilib chiqqan kitobdek bir xil qilib hidoyat yo'lida bo'lib qo'yardi. Lekin Alloh insonning bosmaxonadan chiqadigan kitob yoinki hayvonga o'xshagan g'arizasidan tashqariga chiqmay yuradigan yoinki tabiatlarini o'zgartira olmaydigan maloikalar bo'lishligini xohlamadi. Maloikalar Alloh yaratgan tabiatdan tashqariga chiqishmaydi. Ular Allohga hech osiy bo'lish olmaydi. Ular Allohga osiy bo'lay deb harakat qilsalar ham osiy bo'la olmaydi. Qo'pol qilib aytganimizda. Hayvonlar Alloh yaratgan g'arizadan tashqariga chiqa olmaydi. Ular tug'ilishadi-yu, o'zlarining ovqat yo'llari va boshqa yo'llarni hammasini hech qanday tarbiyasiz olib boraveradi. Ammo insonni Alloh subhanahu va taolo maloika bo'lishligini ham xohlamadi, hayvon bo'lishligini ham xohlamadi, yo'inki biror bir ruhi yo'q bo'lgan jism bo'lishligini ham xohlamadi. Balki uni hidoyatning o'zining harakatining samarasi bo'lishligini xohladi. Uni imtihon olamiga yaratdi. Imtihon uning ro'barosida yaxshilik va yomonlikni qo'yib qo'ydi. Yaxshilik nima ekanligini bildirdi, yomonlik nima ekanligini bildirdi. Yaxshilikni ham mujohada ixtiyori bilan tanlab olishlikni iroda qildi. Yomonlikni ham ixtiyori bilan tanlab olishlikni iroda qildi. Bu ixtiyor bilan insonni mukarram qildi. Haqiqatda ham ixtiyorlik bir maxluq, bu mukarram maxluqdir. Endi shu mukarram bo'lgan sifat bilan badbaxt bo'lishlikdan ko'ra katta sharmandalik yo'qdir. Ana Alloh subhanahu va taolo xohlaganda hammani hidoyat ustida jamlab qo'ygan bo'lardi. Meni yo sizni yoinki biror bir kishining rag'bati bilan odamlar hidoyat yo'liga kirib qolmaydi. Hidoyat Alloh subhanahu va taoloning o'zini sifatidir. O'zi hidoyat qiladi. O'zini yo'lida mujohada qilib, harakat qilib, hidoyatga rag'bat qilgan kishilarni hidoyat qiladi.
Fala takunanna minal jahilin. Buni tushunmaydigan johillardan bo'lmang. Alloh agar xohlaganda hammani hidoyat ustida jamlagan bo'lardi. Innama yastajibul ladina yasma'un. Quloq solganlargina ijobat qiladi. Quloq solganlargina ijobat qiladi. Ya'ni o'zlarining a'zolarini ishlatib, quloqlarini haqiqatga ishlatgan, quloq solgan kishilargina Allohning yo'lini, haqligini ijobat qilib labbay deydi. Ammo o'zlarining Alloh subhanahu va taolo tarafidan bergan a'zolarini ishlatmasdan val mauta o'lik bo'lgan kishilar ko'rinishda tirik bo'lsa ham o'likning qulog'i ham ishlamaydi. Uning a'zolari hammasi ishlamaydi. Haqqa ishlamagan a'zolar ular yo'q degan gapdir. Faqat botilni eshitishlikka ishqivoz bo'ladigan, botil narsani ko'rishlikka ishqivoz bo'ladigan, botil narsani faqat ko'rib, eshitib lazzatlanadigan a'zolar bu o'lik a'zolar. Bu o'lik jasaddagi a'zolar. Val mauta yab'athuhumulloh. Alloh subhanahu va taolo o'lganlarni o'zi tiriltiradi. Summa ilayhi yurja'un. Keyin Allohning huzuriga qaytariladi ular. Alloh subhanahu va taoloning huzurida bular javob beradi. Inson bir hayotga nazar tashlasa, shunday kishilarning ko'pchiligi desak xato bo'lmaydi, birodarlar. Hozirgi vaqtda biror bir haqiqat so'zni bir jamoat to'plangan o'rinda aytsangiz, u haqiqatni eshitayotgan vaqtda zerikarlik bir holat oladi. Xususan hozirgi vaqtdagi yoshlar. Agar shularga ertaman kechqurundan to tong otguncha behuda kuylarni cholib, behuda ashulalarni aytib, dinga qarshi so'zlarni gapirib, dinga qarshi bo'lgan peshvolarning zikrini qilsa, ular uxlamasdan yashnab o'tirishaveradi. Va idza zikirallohu wahdahu shma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil oxirah va idza zikiralladina min dunihi idza hum yastabshirun. Yakka Allohni zikr qilinsa, yakka Allohning hukmlari zikr qilinsa, oxiratga iymon keltirmagan kishilarning qalblari malollanib jirkanadi. Agar Allohdan boshqani zikrini qilinsa, bir yozilib ketishadi. Biror bir Qur'on oyatlarini tushuntirilayotgan bo'lsa, tang bo'lib diqqat olib tursa, oldilariga bir karta yoinki boshqa shashka, boshqa botil, na dinga na dunyoga manfaati yo'q bo'lgan narsani qo'ysa, bir yozilib ketishadi. Bu oxiratga iymon keltirmagan qalbning alomatidir. Shuning uchun ham din dushmanlari avvalda mana shunday fosid qalbni vujudga keltirishlikka harakat qilishadilar. Ularning xursandlik holatlarini ham shunday botil narsalar bilan o'tkazishlikka bir an'analar tuzib beradi va shunga targ'ib qiladidan, shu bilan fasod qalb vujudga kelgandan keyin qachonki Allohning oyatlari zikr qilinsa, zerikarli bir holat bo'lib, undan boshqa narsalarning zikri bo'lsa, xursand bo'lib ketadigan bir fosid qalb egasi vujudga keladi. Bunday kishilarni hidoyatga kirmaganligi, Allohning oyatlarini eshitmaganligiga siz tang bo'lmang, deyapti Alloh taolo. O'lganlar sizni so'zingizni eshitmaydi. Ularning a'zolari o'lgan. Haqni eshitishlikni hech qanday ta'sir qilmaydi. Bu o'lganlarni Alloh subhanahu va taolo o'zi o'yg'otib, keyin o'zini huzuriga ko'zini ochib olib boradi. Lekin u ko'zini ochilishligi foyda bermagan vaqtda ochiladi. Anzila alayhi ayatun min rabbih. Darsimiz sal kechroq boshlanganligi nima bilan ba'zi bir narsalarni aytmoqchi edim. O'sha yerda darsimizni to'xtatamiz. Mana shu bir kitobchani
nima qilib shu haqda bir savol jo'natibdi. Birodarlar, bu kitobchani ustiga Qur'oni Majid deb yozilgan. Shahor sura oyati sharif deb yozib qo'yilgan. Bu sura kitobchani birinchi betini ochilinsa, bir kishining surati olingan. Qo'liga bir kitob ushlatib, go'yoki bir Qur'onni ushlatib qo'yilgandek qilib, va ini islomiy holatdagi bir kishini surati olingan. Bu kitobni davomida Sura-i Fotiha va Sura-i Yosinni yozilingan. Sura-i Yosindan keyin mayda suralar yozilingan va oxirgi muqovaning ichki qismida yana bir salla o'ralgan kishining surati ham olingan. Va buni muqovaning oxirgi betiga Alloh, Muhammad, Ali, Fatima, Hasan va Husayn so'zlari yozilingan. Birodarlar, bu kitobni tarqatayotgan kishilarning bu ilgaritda ham bo'lgan birodarlar. Bittalarini suratini Muhammad alayhisalomning surati, ikkinchilarning surati Aliyul Murtazoni surati degan narsani bildirmoqchi bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning suratlari yo'q birodarlar. Ali radhiyallohu anhu ning suratlari yo'q. Bir kishi da'vo qilgan bo'lsa-ki, bu rasmni men butun hadislardagi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning shakli shamoillari bayon qilingan narsalar asosida oldim degan bo'lsa, nihoyatda yengil ish qilgan bo'lganda qattiq gunohkor bo'ladi. Eng yengil bo'lganda qattiq gunohkor bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning suratini olishlikka, Ali radhiyallohu anhu ning suratini olishlikka hech kimning haqqi yo'q birodarlar. Bu kitobni shunday qilayotgan odamlar ichiga Qur'oni Karimni Yosindan va Sura-i Fotiha va mayda suralarni qilib, bunga surat qo'yganligi bu haqqa botilni aralashtirib, ya'ni pokiza narsaga zaharni berib ichirib o'ldirishlik uchun bo'lganidan boshqa narsa emas bu. Buning savdosini qilayotgan odamlarning puli shubhalik. Shuni aytmoqligimiz kerak. Chunki shariatga xilof bo'lgan narsani bir kishi tarqatib shundan foydalansa puli shubhali birodarlar. Bo'lib ham bizni shu jami madrasa masjidi qo'ldan kelgancha bir haqiqatni bir bayon qilishlikka harakat qilib turgan soatda shunday ishlarni qilayotgan odamlar mana shu yerni ham bulg'ashlik uchun kirayotgan odamlardan boshqa odamlar emas. Botillarini botil bozoriga olib borsin. Bizni mana shu narsani bilmay qilgan bo'lsa qattiq tavba qilsin. Bu narsani bizni bu yerdagi qo'limizdan kelib turgan. Biz haq narsani bayon qila olyapmiz deb ayta olmaymiz. Qo'limizdan kelganicha bir haqni ro'yobga chiqararmikinmiz deb turgan soatda bizga xalaqit bermasin. Men shu o'rinda yana shu narsani ham boshqa narsalardan bir ikkita narsani eslatmoqchiman. Bu yerni bulg'ash maqsadida qilgan. Endilikda bo'lsa ba'zi bir yaqin o'rtada bir ikkita narsalar bo'ldi. Buni ham aytaman deb hozir o'zim jur'at qilib turibmanki, bo'lmasam bu minbardan bu so'zlarni aytmoqchi emas edim. Bir ikkita soatlarni shu odamlar soatga muhtoj bo'lsa, biz soat olib bergan bo'lardik. Mehrob tarafiga qo'yilib qo'yilgan ba'zi soatlarni olib shu yerda yana bir o'rixona bir yer degan narsani tuhmat qilishlik uchun uyushtirilayotgan fitnalar
Bu mufattin iblis tabiat odamlar tarafidandir bu. Bu narsani agar muhtojligini bayon qilib kelgan bo'lsa, biz shu odamning muhtojligini qo'limizdan kelsa bajaramiz, bo'lmasam uzr aytamiz unga. Buni qilib bera olmaymiz biz deb. Lekin men shu vaqtgacha shu odamlarning hammasini hidoyati shu narsaga doim bir targ'ib qilgan edim. Agar mana shunday kishiga biz har taraflama o'zimiz tayyorgarlikni ko'rib qo'yilgan biror bir ish shunday sodir bo'ladigan bo'lsa, bu odamning jazosiz qolmaydi, birodarlar. Bu safar men shuni yana ogohlantiramanki, mana shu narsani olib ketgan odam olib kelib qo'ysin qaysi yo'l bilan. Agar mabodo shuni qattiq taftish qilyapmiz, bilgan bo'lsa bu jazosiz qolmaydi, birodarlar. Uzr aytsa bu jumagacha biz qabul qilamiz shuni. Lekin bizga shuni kim tarafidan uyushtirilayotganligini bayon qilishlik kerak. Bu narsani Alloh subhanahu va taolo bu safar ham shularni duo qilamizki, Alloh hidoyat qilsin. Haq yo'lga hidoyat qilsin. Lekin insonning qalbi bir martabagacha bir chidab boradi. Alloh subhanahu va taolodan biz hammalarini, kimni farzandi, kim qildi, hammasini bilib ro'yxatga olib qo'yganmiz avvallarini. Shu fitnaga bo'ysunib kelib qilayotgan odamlarni Alloh taolo haq yo'lga hidoyat qilsin. Inshaalloh yanagi jumagacha shu narsa bayon bo'lmasa, duoyi bad qilamiz shu yerda turib, birodarlar. Alloh subhanahu va taologa qattiq yolborib duo qilamizki, yer bilan yakson bo'lib ketsin. Shu narsani Alloh subhanahu va taolo bildirsin deb. Agar shuni o'zining shunday bayon qilib shunday kelgan bo'lsa, mana shuni kechiramiz. Mana shu minbarda turib aytayapman, kechiramiz shu odamni. Hammamizni ham haq yo'lga hidoyat qilsin. Alloh subhanahu va taolo islomda barqaror qilsin. Islomga ashaddiy uyushtirilayotgan fitnalarga Alloh subhanahu va taolo ularni hidoyat qilsin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin. Subhanahu va taoloning ey mo'min bandalari, Allohdan taqvo qilinglar. Allohdan taqvo qilish har bir ishning asosidir. Alloh subhanahu va taolo taqvo qiluvchi bandalarga kelajakdagi oqibatni va'da qildi. Val aqibatu lil muttaqin. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni o'zidan qo'rqib taqvo qilganlargagina hidoyat deb xosladi. Estaizu billah. Alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin. Allohdan qo'rqishlik Qur'oni Karim oyatlarini hidoyat bag'ishlashligiga sabab bo'lganligini, Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilish Alloh subhanahu va taoloning huzurida eng mukarram bo'lishlikka sabab ekanligini bayon qilib, inna akramakum indallohi atqakum. Alloh subhanahu va taolo insonni yaratdi va o'zining haqqi nima ekanligini bayon qildi. Va yaratishligidan maqsadni bayon qilib, Estaizu billah va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Men inson va jin toifasini faqat o'zimgagina ibodat qilishlik uchun yaratdim deb, asli inson bilan jin toifasining yaratilishligidan maqsadni bayon qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining hadis muboraklarida haqqullohi alal ibad an ya'buduhu va la yushriku bihi shay'a. Allohni bandalar ustidagi haqqi, bandalar Allohga ibodat qilib, Allohga hech bir narsani sharik qilmasliklari deb bayon qildilar. Ba'zi bir hadislarda bandalarning ham Allohda haqqi borligini bayon qilindi. Ya'ni Allohdagi haqlarni o'tasalar, Allohgagina ibodat qilishsalar va Allohga hech bir narsani sharik qilishmasalar, Allohdagi haqlarni ham olishadilar. Bu Alloh subhanahu va taolo ularning gunohlarini mag'firat qilib, jannatga dohil qilishligidir.
ibodat bu Alloh yaxshi ko'rgan so'z va amallarni o'z ichiga oluvchi jami' bir ismdir. Ibodat faqat Alloh subhanahu va taologa bo'lmoqligi kerak. Buning uchun biz ibodat turlarini ham bilishlikka muhtojmiz. Ibodatning turlarini ba'zisi duo. Alloh subhanahu va taolo o'ziga duo qilishlikka buyurdi. Fad'uni astajib lakum. Duo qilinglar, ijobat qilaman dedi. Va idza sa'alaka anni ibadi fa inni qarib. Bandalarim meni so'rasa, men ularga yaqinman dedi. Ba'zi oyatlarda va nahnu aqrabu ilayhi min hablil varid. Biz odamlarga, insonga bo'yin tomiridan, ya'ni yurakdan chiqqan tomirdan ham yaqinroqmiz dedi. Alloh subhanahu va taolo bandalarni har xil narsalarga duo qilib ketib qolmasliklari uchun biz eng yaqinmiz dedi. Va o'ziga duo qilishlikka ijobat buyurdi. Duo qilishlari bilan ijobat qilaman deb va'da qildi. Mana bu narsa duo ibodatdir. Agar bir kishi xoh bir mozorga, xoh daraxtga, xoh tog'ga, xoh daryoga, xoh oftobga, xoh oyga duo qilib, men ibodat qilayotganim yo'q, men bir yordam so'rayapman degan bo'lsa, madad so'rasa, yoinki shu Allohdan bir madad so'rashlikka vosita qilyapman desa, shirk amalini qilgan bo'ladi. Ibodatni Allohga qilmagan bo'ladi. Allohga ibodat qilishligida boshqa narsani sharik qilgan bo'ladi-da va mushrik bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo shirkni hech qachon kechirmaydi. Innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Undan tashqari aql tarozisida ham Alloh unga eng yaqinman deb xitob qilib tursa, menga duo qilgin, ijobat qilib turaman desa, biror marta daraxt gapirmagan bo'lsa, daraxt aytmagan bo'lsa, menga duo qilgin, ijobat qilaman degan demasa, biror bir mozor shunday demagan bo'lsa-yu, Alloh shunday deb tursa, yaratgan bo'lsa, yaratuvchi Allohni qo'yib boshqa narsaga duo qilayotgan odamni haqiqatda ham kechirilmaslikka loyiqdir. Ibodat turlaridan bittasi xavf, qo'rquv. Alloh subhanahu va taolo fala takhafuhum va khafuni in kuntum mu'minin. Iymonga bog'ladi. Odamlardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar agar mu'min bo'lsanglar dedi. Iymonga bog'lab qo'ydi. Lekin qo'rquvni ba'zi bir turlari borki, u fitriy biz. Biror bir yirtqich hayvondan qo'rqish yo biror bir dahshatli voqeadan qo'rqish, bu narsalar u shirk bo'lgan qo'rquvga kirmaydi. Qo'rquv Allohning farzini qilaman desiz, Alloh subhanahu va taoloning buyruqlarini qilaman desiz, biror bir tomondan qarshilik ko'rsangiz, shu qarshilikni hisobga olib turib, majburlik, ikroh darajasidan boshqa bo'lish sharti bilan shu qarshilikni hisobga olib, shu qarshilikdan qo'rqib, Allohning farzini tark qilishlikda Allohdan qo'rqmasa, bu shirk bo'ladi. Qo'rquv faqat Alloh subhanahu va taolodan bo'lmoqligi kerak edi. Ana bu farzni bajarishlikda, Allohning buyruqlarini bajarishlikda Allohdan qo'rqishning o'rniga boshqa narsadan qo'rqib shu farzlarni tashlashlik shirkdir. Shunga o'xshagan rajo, umid qilishlik. Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalarini va yarjuna rahmatahu va yakhafuna azabah deb rahmatini umid qiladi va azobidan qo'rqadi deb Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalarini maqtadi. Rajo sabablik biror bir kishidan bir narsa umid qilish, tabiiy umid qilishlik bu shirkka kirmaydi. Lekin biror bir narsani umid qilib turib, shu farzni, Allohning buyrug'ini tark qilmasam, shu umid qilib turgan narsam kelmay qoladi, hozircha shuni qilmay turay deb, ha namoz, ha roza, Allohning buyruqlarini birortasini qilmasa, boshqa bir odamdan yo bir narsadan umid qilib turib, mana bu narsa shirkdir. Alloh subhanahu va taolo o'zidangina umid qilishlikni buyurdi. Ibodat demak rajo, ibodat buni Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina qilmoqligimiz kerak. Va alallohi falyatavakkalul mu'minun. Allohgagina mu'minlar tavakkul qilsin deb iymonni tavakkulni iymonga bog'lab qo'ydi. Tavakkul bir e'timod qilib suyanishlikdir.
ba'zi bir farzlarni bajaradigan bo'lsangiz, ro'baro'yingizda qarshiliklar turadigan bo'lsa, Allohga tavakkul qilib, e'timod qilib, suyanib turib, shu farzni, Allohning buyruqlarini bajarib boraverasiz. Ammo boshqa narsaga suyanib turib, bu narsani tark qilib turmasam bo'lmaydi deb Allohning buyruqlarini tark qilsa, bu ibodatni boshqaga qilgan bo'lib shirk bo'ladi. Alloh bu bandani kechirmaydi. Rag'bat, rahbat ham shunday. Innahum kanu yusari'una fil khayrati raghaban va rahaba. Ya'ni bandalarni Alloh subhanahu va taolo maqtayaptiki, Allohning rahmatiga rag'bat qilib, azobidan qo'rqib, haybatlanib, bular Allohning buyruqlariga shoshilishadilar deb maqtayapti. Rahbat va rahbat, ya'ni bir narsaga moyil bo'lish va bir narsadan haybatlanishlik ham ba'zi vaqtlarda Allohning farzini yo'lini to'sadigan bo'lsa, Allohga moyil bo'lib, Allohning azobidan haybatlanib bu farzni qiladi. Bunda ibodatni Allohga qilgan bo'ladi. Agar boshqa narsadan moyil bo'lib yoyinki boshqa narsadan haybatlanib farzni tark qilsa mushrik bo'ladi. Zabh, biror narsani qurbon qilish, so'yish, ya'ni ha qo'ydi ha molni Alloh subhanahu va taoloni o'zigagina so'ysa, o'ziga atab so'ysa, bu odam Allohga ibodatni qilgan bo'ladi. O'zigagina boshqa narsaga, ha mozorga, ha boshqa daraxt, tog'liga, boshqa bir makonga bu olib borib so'ygan bo'lsa, bu narsani shunday zabhni Allohdan boshqaga atagan bo'lsa, bu narsa shirk bo'ladi, Alloh kechirmaydi. Ba'zi kishilar bu ibodat emas deydi. Ibodatning ma'nolaridan bittasi Alloh rozi bo'ladigan so'zlar va fe'llar dedik. Alloh rozi bo'lmaydi o'zidan boshqaga atab so'yilishlikka. Qul inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin la sharika lahu va bizalika umirtu va ana avvalul muslimin. Nazr ham shunga o'xshaydi. Nazr biror bir narsani xursandlik kelsa yoki biror bir musibat ko'tarilsa, biror narsani atashlik faqat Alloh subhanahu va taoloning o'ziga bo'lmoqligi kerak. Ruku' va sujud, egilish. Ruku' egilish bo'lsa, sujud yana ham undan ko'proq egilishlikni sujud deydi. Bu narsa Alloh subhanahu va taoloning o'ziga bo'lmoqligi kerak. Mana ruku' sujudni Allohning o'zigagina qilamiz. Biz shuning uchun ham ehtiyot bo'lmoqligimiz kerakki, o'zi namozdagi egilishdan tashqari ham birovlarga ko'proq egilishlik yoki undan ham ko'proq egilishlikdan ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Bunday urf an'analarni paydo qilib bizni urfimiz demasligimiz kerak. Bizlarda bir odat borki, turmush qilingan vaqtda kelinlarni egiltirib salom berishlik, bu narsalar hammasi egilishlik. Buni Alloh subhanahu va taoloning o'ziga bo'lmoqligi kerak. Agarchi buni shirk deb atalmasa ham shirkka yaqinlashib boradigan amaldan qochmoqligimiz kerak. Bu udum deb biz bahona qilmasligimiz kerak. Bir udum 1000 yil davom etsa din bo'lmaydi, birodarlar. Din Alloh rasuli tarafidan bo'lgan narsa. Udum insonlar tarafidan o'ylangan narsa. Bu narsa albatta agar shariatga to'g'ri kelsa to'g'ri deymiz, xato bo'lsa kim tarafidan o'ylab chiqilganligidan qat'iy nazar bu narsani botil deymiz.